O'ziga bir odam yiqilasimi gumon qiladi. Xo'sh. Yiroqlashsimi gumon qiladi. Yaxshilik qilsimi gumon qiladi. Yomonlik qilsa endi gumonlik qilishi normal shundami? Yaxshilik qilsimi gumon qiladi. Qanday gumon qiladi? Bu men yaxshilik qilish orqali mendan foydalanmoqchi deydi. Suhbatimizning beshida borderline kishilik binormalligi deb bir og'iz gap qilgan bo'ldingiz. Buni qanday tushunamiz? Masalan bu shu e'tiqodiy jihatim joq ko'radi masalan. Ba'zi odamlar bor. Ajoyib taqvo beshida. Taqvolikning eng yuqori chekida. Ammo ma'lum bir ishlar bo'ladi. Eng laqvalishib ketadi endi. Normal emas. Xo'sh. Bu e'tiqodga, shu ish harakatga hammaga ta'sir ko'rsatadi bu. Binormal kishilik bizni gunohning ichiga sulaydi bizni. Shunga binormal kishilikimizni o'zgartirish degan bu bizningki iymonimizni, amalimizni, bir musulmonligimizni rostlash degan gap aslida. Biz ilgirki suhbatlarimizda sağlam kişilik, kişilik xarakter, kişilik münasebet, ijtimoiy aloqa va buning ahamiyatları, qaysi sohalarga chetildiganligi bu haqda paranglashgan bo'ldik. Bugungi suhbatimizda bo'lsa, binormal kishilik haqida paranglashsak, undaqda binormal kishilik haqida paranglashning qanday ahamiyati bor? Bu savol bilan boshlab ketsak. Evet, güzel bir savol. Çünkü biz ilgirki sallarımızda mı şu sağlam kişilik hakkında paranlaştık ve onun ahmiyeti hakkında paranlaştık. Endi biz bugün inşallah şu bir qancha türlük binormal kişilikler var. Şunun için bir qanchası bilan tanışıp çıkışga tirishimiz inşallah. Endi bu binormal kişilikni nima uchun tunishga tegishlik va yoki nima uchun bu binormal kişiliklar haqida paranglashimiz degan vaqtimizda. Chunki har birimiz bir inson, har birimizning o'zimizga xos bir kişilikka bor. Xo'sh. Shundaqla har birimizda ma'lum turdagi binormal kishiliklarningki yoki tuvan darajada, yoki o'rta darajada va yoki yuqori darajada shu binormal kishiliklar tepilishi mumkin. To'g'ri. Biz bu binormal kishiliklarni tunugandan keyin, ha, menda maxil shakldagi binormal kishilik bor ekan va yoki maxil shakldagi binormal kishilikningki tuvan darajasidagi bor ekan deb birinchi qilib o'zimizni o'zgartirishga tirishimiz. Hargiz masalan binormal kishilik haqida paranglashib, uni tushungandan keyin paloni sen paranoid ekansa yoki sen histrionik ekansa da unga bir laqam qo'yish va yoki uni kamsitish maqsad emas. Xo'sh. Bizning kishiligimiz saqlanma emasmi? Biz buni haqida paranglashgandan keyin binormal kishiliklar bilan tanishgandan keyin biz o'zimizdagi binormal kishiliklarni bayqaymiz va uni o'zgartirishga tirishimiz. Xo'sh. Shundaqla bu binormal kishilikni biz tunugandan keyin boshqalar bilan aloqa qurgan vaqtimizda, munosabat qurgan vaqtimizda qarshi tarafni buni tushunishga foydasi bor. Shundaqla ularga qanday muomala qilish, qaysi jihatlardan kelish ularga gap qilgan yoki muomala qilgan vaqtda buningga foydasi bor. Eng muhimi biz bir musulmon bilan suhbatimiz bilan o'zimizni yaxshilashga ehtiyojliq. Har vaqt bizni talab qildigani dinimizning o'zimizni isloh qilish, o'zimizni o'zgartirish, axloqimizni yaxshilash. Bu kishiligimizni yaxshilash, binormal kishiliklardan o'zimizni o'zgartirishga tirishish deganlik aslida bu bizning axloqimizni o'zgartirishga tirishish deganlik. Chunki kishilik deganimiz bizningki o'zimizga xos bo'lgan his qilish, o'y fikr va ish harakatlarimizning bir yig'indisi bu. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda kishilik bizning kimligimiz. Masalan biz bir odamni yaxshi demoqchi bo'lsak, nimaga asosan yaxshi deymiz? Uning kishiligiga asosan. Uning o'y fikri, ba'zi bo'lgan narsalarga qimmat qarashlari va ish harakatlariga qarab. Mushuni hammasi kishilik. Demak, biz o'zimizning kishiligini yaxshiladik. Binormal kishiliklarni o'zimizdagi o'zgartirishga tirishdik deganligimiz bu bizningki o'zimizning axloqini, kimligimizni, salohiyatimizni, sifatlarimizni yaxshilashga tirishdik deganlik. Agar biz buni masalan boshqalarga laqam qo'yish va yoki boshqalarga kamsitish uchun o'rgansak va yoki bu haqda paranglashmoqchi bo'lsak, bu xatolashgan bo'lamiz. To'g'ri. Undan boshqa binormal kishiliklar nurg'ulg'an gunohlar bilan birga keladi. Va yoki binormal kishilik odamni gunohga ittiradi. Va yoki binormal kishilikda ba'zi gunohlar bo'ladi. Yoki binormal kishilikdagi odamlar o'zi ba'zi bir gunohlarga tushib qoladi. Masalan biz tuanda so'zlaymiz masalan, paranoid desak, bu odamlarda gumonxo'rlik yuqoradi. Gumonxo'rlik bizning dinimizda cheklangan ish. Xo'sh. Masalan, borderline haqida paranglashimiz, histrionik haqida paranglashimiz, hammasida bizning dinimizda cheklangan taraflari bor. Masalan, histrionik desak, biz tuanda so'zlaymiz, o'zini ko'z tutishga amroq yoki boshqalarning diqqatini tortishga amroq desak, bu bir riyoxo'rlik masalan bizning dinimizdagi. Demak, bu nuqtadan qaragan vaqtimizda bu bizningki diniy nuqtadan qaragan vaqtimizda binormal kishilik bizning dinimizda nurg'ulg'an cheklangan ishlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun biz binormal kishilik haqida paranglashib, o'zimizni tunib, o'zimizningki kishilikni o'zgartirishga tirishganligimiz, biz yuqorida o'tganimizdek, o'zimizning axloqini o'zgartirishga tirishganligimiz, shundaqla o'zimizni ba'zi bir gunohlardan saqlashga noyida bir foydasi bor. Buning foydasi, ya'ni biz
o'zimizniki kishilik haqida izlanib, benormal kishiliklarni tunib, o'zimizni o'zgartirishga tirishqanligimizniki ma dunyodan foydasi va oxiratdan foydasi va. Dunyoda qanday foydasi va? O'zimizdagi benormal kishiliklarni tuzatgan vaqtimizda bizning o'zimiz bilan bo'lgan aloqasi yaxshilanadi. Oilamiz bilan bo'lgan aloqasi yaxshilanadi. Qarindoshlar, do'stlar bilan bo'lgan aloqamiz yaxshilanadi. Chunki benormal kishilikdagi insonlar boshqalar bilan aloqa qurishda qiynaladi. Oilaviy munosabati yaxshi bo'lmaydi, oiladan huzur ololmaydi. Demak, ma hayotda nurg'ulg'an qiyinchiliklarga uchraydi. Bu dunyodagi zina. Uning oxiratdagi zina va masalan. Yuqorida o'tganimizdek ba'zi bir benormal kishiliklarningki oldin qismiga dinimiz cheklangan ishlar yushirilgan. Masalan, gumonxo'rlik deymiz. Masalan, psikopat desak, buni nurg'ulg'an jinoyatlar, gunohlarni o'z ichiga oladi masalan. Histrionik deymiz. Masalan, hubbu zuhur deydi-ku masalan, o'zini ko'z yaxshi ko'rish deb dinimizda bir cho'ng cheklangan ishning birisi masalan. Demak, biz agar bu kishiligimizni tuzatmagan vaqtimizda o'zimiz bilib va yoki bilmay ba'zi gunohlarga, dinimiz cheklangan ishlarga tushib qolamiz. Shu nuqtadan qaragan vaqtimizda har bir musulmon bu kishilik haqida bilishi lozim, o'zini tekshirishi lozim. O'zida shu benormal kishiliklar bo'lib qolsa, uni o'zgartirishga tirishishi lozim. Shu vaqtda biz o'zimizni isloh qilgan, o'zimiz o'zgartgan bo'lamiz. Va shundaqla biz u vaqtda cho'ng shuarlarimiz bor, masalan, jamiyatni isloh qilsak bo'ladi, millatni isloh qilsak bo'ladi. Bu cho'ng shuarimizniki tunji qadamini bosqan bo'lamiz. Chunki bir millatning islohati o'zimizni isloh qilish bilan boshlanadi. Bir jamiyatning o'zgarishi o'zimizni o'zgartirish bilan boshlanadi. Biz zulm deymiz masalan. Ammo Xitoylar zulm qildi deb qo'yib, o'zimiz oilada ayolimizga zulm qilsak, bolalarimizga zulm qilsak, bu zulmba, biz zulm qarshi degan gapimiz rostmi biz? Rost emas, shunday bo'lmasa. Demak, biz oldidan o'zimizni o'zgartsak, o'zimizniki nafsidagi, kishiligimizdagi benormalliklarni o'zgartsak, undan keyin Alloh taolo bizniki ahvolimizni o'zgartiradi. Bu haqda Qur'on Karimda ochiq oyat bor, masalan, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo bir qavmni, bir millatni ular o'z nafsidagi, o'zidagi narsani o'zgartmagichilik ularni o'zgartmaydi, isloh qilmaydi deydi. Mushu yerdagi ma bi anfusihim degan gap mushuni kishilik deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni ular o'zining kishiligidagi, nafsidagi. Chunki bu kishilik nafsini o'z ichiga oladi masalan. Xo'sh. O'zining kishiligini o'zgartmagichilik Alloh taolo u qavmni o'zgartmaydi deydi. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda kishilik haqida taxam izlanish, taxam paranglashish bu nihoyatda bir muhim. Chunki xulosa qilgan vaqtimizda kishilik bizning kimligimiz, kishilik bizningki axloqimiz, kishilik bizning aynigimiz. Bu yerda kishilik deb nihoyatda jiq so'zlagan bo'ldik. Undaqda kishilik degan nima? Shu istilohdan boshlab ketsak. Endi bu atalg'ini kishilik deganni mana tushunsak bo'ldi. Oddiy qilib aytgan vaqtimizda kishilik bir odamning o'ziga xos bo'lgan fikr qilish, his qilish va harakat qilish alohidliklarining umumiy yig'indisi deb tushunsak bo'ladi. Bir odam qanday o'ylaydi? Sog'lom o'ylamdi, sog'lom fikr qilamdi, qanday his qiladi? Sizning muomalangizni his qilishim qandaroq? Shu gumonxo'rlik bilan his qilamdimi? Masalan, paranoid kishilik benormallik bo'lsa menda, mana shunday his qilaman. Undan boshqa harakat qilish, uningki muomalasi masalan, harakati qandaroq, masalan, boshqalarga muomalasi qandaroq? Ya'ni shu his qilish, fikr qilish va harakat qilish alohidliklarininki yig'indisini kishilik deymiz. Yoki texnik oddiy qilib aytgan vaqtimizda bu bir odamni boshqalardan farqli qilgan his qilish, fikr qilish va ish harakatidagi xos bo'lgan alohidlikni ko'rsatadi. Masalan deylik, texnik misollarni tushuntirsak, Abdulvaris nayt oldirango desam, bu sizning kishilikning bir parchasi. Chunki kishilik degan bek kanglarlik o'g'achqa bunga bir qancha misol keltirish orqali buni yuritib qo'yildi. Xo'sh. Abdulvaris savrsiz desam, bu misolning kishilikninki bir parchasi. Abdulvaris nayt yordamsuvar yoki qalbi yumshoq va yoki mehribon dey. Bu misolning kishilikninki bir qismi. Yana bir misoldan tushuntirsak buni. Abdulvaris ishlarni nayt astoydil o'ylaydi. Savollarga yoki astoydil javob beradi va bir ish qilsa astoydil qiladi desam, bu sizning kishilikning. Yoki Abdulvaris kang qo'saq desam, bu sizning kishilikning. Va yoki Abdulvaris ishlarni nayt yuzaki o'ylaydi. Oldirango desam, bu sizning kishiliklarning bir parchasi masalan. Xo'sh. Demak, kishilik mana shunday bizning sifatlarimiz, harakatlarimiz, so'zlarimiz, ya'ni mana shu bizni biz qilgan narsa deb tushunsak bo'ldi.
Meni Hoş. manga hech kim baho bermoqchi bo'lsa yoki Muhammad Rahim mundaq demoqchi bo'lsa, mushu bahoni nimaga asosan beradi? Meni Sifatleri, kişilikleri. Sizlarga baho bermoqchi bo'lsak, kishilikniga asosan baho beramiz. Demak, kishilik boshqalarning bizga baho beradigan nuqtasi. Onda da kişilik bilen insanın micazının farkı var mı? Mijoz xulqni kishilikninki bir qismi deb tushunsak bo'ladi. Chunki kishilik bir odamdagi mijoz xulqni o'z ichiga oladi. Ya'ni kishilik qanday shakllanadi desa, bir odamning kishiligi u tug'ma bo'ldigan tarafi va kishilikninki. Tug'um bo'ldigan tarafi. Buni genetik terapiya deymiz yoki irsiy terapiya deymiz. Mushu genetik irsiy tarafidan bo'ldigan qismi mijoz xulqi. Bu kishilikninki bir qismi. Bu o'zgarmas va yoki o'zgarish nihoyatda tez bo'ldigan qismi. Ondan boshqa o'sib yetilgan oila muhiti, mahalla muhiti, jamiyat muhitimi insonning kishiligini yetiltirishga ta'sir qiladi. Hoş. Ondan boshqa tarbiya, maktabda olgan tarbiyasi, ustozlardan olgan tarbiyasi, bu insonning kishiligining shakllanishining bir asosi. Ondan boshqa shaxsiy tajribalar. Inson masalan o'rganish orqali masalan har xil narsalarni anglash orqali o'zining kishiligini o'zgartiradi, taraqqiy qiladi. Va yoki aksicha ba'zilardan tajriba olib kishiligi balkim benormal kishilik bo'lib qolishi mumkin. Xulosa qilgan vaqtimizda mijoz, xulq va yoki xarakter desak bo'ldi. Mijoz bilan xarakter ikkisi bir deb tushunsak bo'ldi deb o'ylayman. Mijoz va yoki xarakter insonningki tug'ilishdan bo'ladigan, o'zgarmaydigan yoki tez o'zgaradigan qismi. Bu kishilikninki eng shu bir qismi. Ama kişilik çoğu desa, yani kişilikning shakllanishi çoğu desa, bu insonning xarakteri onun bir qismi. Yani to'lishdilar bo'ladigan bir qismi va kishilikninki. Ondan keyin muhitdan shakllanadigan qismi va tarbiyadan shakllanadigan qismi va shaxsiy tajribalardan shakllanadigan qismi va. Yani kishilik keng doiralik bir uqum. Mijoz, xulq, xarakterini o'z ichiga olib ketadi. Undaqda kişilik binormal bo'lgan vaqtda bu kasallik qatoriga kirimdi. Yani ruhiy kasallik qatoriga kiradi. Ruhiy kasallik qatoriga kirimdi. Endi kishilik yoki binormal kishilik bilan ruhiy kasalliklarning farqi bormi yoki ikkisi birmi degan savolga yig'inchoq olsak bo'ladi deb o'ylayman. Ruhiy kasallik boshqa bir uqum, binormal kishilik yoki kishilik binormalligi bu ikkisi ayrim uqum. Lekin birisi-biriga ta'sir ko'rsatadi, ammo ayrim uqum. Qaysi jihatda ayrim desak, bu kelib chiqish jihatdami ayrim. Masalan, biz kishilikni nereden kelib chiqadi dedik? Birisi irsiy omil. Ikkinchisi muhit. Üçüncüsü terbiye. Dördüncüsü şahsi tecrübe. Ama ruhi kasallik çoğu dese, ruhi kasallik biyologilik, psixologilik ve ictimai amillar sebeplik kelip çıkıdı. İkisini kelip çıkıdığan mənbəsi oxşamaydı. Ondan başqa kişilik bu bir adam doğulup ve üst yetiliş jarayonida şekillenadi, şundaqla hayatının ahırgacha davam qiladi bu kişilik degan. Xo'sh. Ama ruhi kasalliklarchi bu tug'ilgandan tortib bir odam ruhiy kasal tug'ilmaydi. U hayotida yoki cho'ng bo'lganda ma'lum ishlar unga ta'sir qiladi. Ondan keyin u ma'lum bir ruhiy kasallikka giribtor bo'ladi. Bu ruhiy kasaldan ma'lum vaqt qiynalgandan keyin qutuladi, saqiydi. Ya'ni vaqtliq bo'ladi. Unda kishilik, binormal kishilikdek unda uzun bo'lmaydi. Yani xulosa qilgan vaqtimizda ruhiy kasalliklar ikkisi ayrim narsa. Kishilik degan u biz tug'ilgandan tortib yoshlik davrimiz, balkim balog'atga yetguncha yoki undan oshqucha bir shakllanadi, bizning hayotimizning oxirigacha davom qiladi. Ammo ruhiy kasallik bo'lsa u keyin biologik, psixologik va ijtimoiy omillar sababidan shakllanadi. Shundaqla bu vaqtliq davriy shaklda bo'ladi. Ammo ikkisi birisi-biriga ta'sir ko'rsatadi. Qanday ta'sir ko'rsatadi desa, masalan, binormal kishilikdagi insonlar asolla ruhiy kasallikka giribtor bo'lib qolishi mumkin. Masalan desak, paranoid kishilik binormallikqa bor odam. Xo'sh. Asolla tushkunlikka mubtalo bo'lib qolishi mumkin. Chunki bu davomli boshqalardan haddidan ziyoda gumonlangan bo'lg'achqa yoki endishiga o'xshash, sababsiz endishiga o'xshash bu xil shakldagi ruhiy masalalarga giribtor bo'lishi mumkin. Va shundaqla ba'zi ruhiy kasalliklarmi ba'zi odamlardagi binormal kishilikni kuchaytirib o'tishi mumkin. Masalan deylik, bir odamdagi masalan shu nimani bekinmekchilikni masalan taxim oshirib o'tishi mumkin. Demak, bu birisi-biriga ta'sir ko'rsatadi. Munosabatlik, zich munosabatlik. Ama ikkisi ayrim bir uqum. Sözünüzün arasında paranoid kişilik binormallığı dediniz. Bu İngilizceye o'xshaydi. Bunun Uyg'urcha tushuntirilishi qanday? Endi paranoid kishilik binormalligi shu binormal kishiliklar ichida keng tarqalganlar. Buniki nisbati taxminan %2-20%, ya'ni 100 odamninki dunyodagi 2 yoki 3
paranoid kishilik binormallikqa ega deb qaraladi. Hamda buni Uyg'urchaga tarjima qilinmadi deb o'ylayman, chunki Uyg'ur tilimizdagi bu sohadagi iznishlar nihoyat kamchil. Hamda biz buni tushunish uchun paranoid kishilik binormallikni haddidan ziyod gumonxo'rlik, haddidan ziyod shubhivozlik kishilik binormallikqa deb qarasak bo'ladi. Ya'ni jamiyatimizda shunday kishilar bor. Haddidan ziyod gumonxo'r. Xo'sh. Har narsadan gumonlanadi. O'ziga bir odam yiqilasimi gumon qiladi. Xo'sh. Yiroqlasimi gumon qiladi. Yaxshilik qilsimi gumon qiladi. Yomonlik qilsa gumonlik qilishi normal shundami? Yaxshilik qilsimi gumon qiladi. Qanday gumon qiladi? Bu men yaxshilik qilish orqali mendan foydalanmoqchi deydi. Bu xil kishilarning birinchi alomati mana shu, ya'ni gumonxo'rlik. Hatto er kishi paranoid bo'lib qolsa, ayolni gumon qiladi. Hatto sababsiz gumon qiladi. Xo'sh. Davomli ayollar o'ziga xiyonat qilayotgandek bir xil tuyg'uda bo'ladi. Hamda azroqmida bir akimiz o'xshagan tomoq yoki bir yaxshi bo'lib qolsa, ayol kishi bir kayfiyati yaxshilandi deylar masalan. Yoki bir oltin oldi yoki kayfiyati ko'tarildi. Bu shunday ahvolda bir yaxshilab, uyni pokizlab yoki tomoq qilib qolsa, bu nima bo'ldi? Men bir xatolik o'tkazdim deganda gumonga tushadi. Xo'sh. Agar ayol kishi paranoid bo'lib qolsa, erining telefoni to'xtamay aqtiradi. Xuddi to'xtamay yo'ldosh uni xiyonat qilgandek, xuddi to'xtamay sirda bir o'titib olgandek, bu shunday gumonning ichida yashaydi hamda. Xo'sh. Shunga bu paranoid kishilik binormallikqa ayollarda nisbatan ko'p deb qaraladi. Ayollarda ko'proq bo'ladi. Bu birinchi alomat hamda. Ikkinchi alomat nima desa, paranoid kishilar ko'ngli nihoyat nozuk. Boshqalardan nihoyat tez ranjiydi, tez og'rinadi. Azroq ishlarda nihoyat ko'ngli qattiq og'riydi hamda. Üçüncüsü nima desa, paranoid kishilar ko'ngli shunday og'riydi, shundaqla boshqalarni asallach ap o'qinmaydi. Hatto masalan bir chaqchaq qilib ko'ngli kelgan bo'lsa, bir gap. Bir oydan keyin "Falon chaqda men bundaq degan" deb unutmaydi. Bu shunday ko'ngli nozuk, xil adovati kuchli keladi. Undan boshqa to'rtinchisi hamda paranoid kishilarningki haddidan ziyod adolat tuyg'usi bor. U unda qilgandan keyin cho'qim shunda men shunday qilishim kerak. Agar paranoid kishilarga birisi azroq o'tkazib etsa, kichik ish bo'lsa-mu, cho'qim uni o'tkazmasi bo'ldi qilmaydi. Adolat tuyg'usi haddidan ziyod kuchli. Bir gapni o'tkazmaydi. Cho'qim ya u menda men bunday qilishim kerak degan haddidan ziyod ama shunday adolat tuyg'usi. Undan boshqa xuduksirash tuyg'usi kuchli hamda. O'zi boshqalarni shunday gumon qiladi. Ama o'zini boshqalar bir narsada damo yoki o'zini boshqacha qarab qolami deb o'zidan bir xil xuduksirash ahvoli bor. Undan boshqa paranoid kishilar oq-qora fikr qiladi. Bir odamni ya mutlaq yaxshi deb qaraydi va yoki mutlaq yomon deb qaraydi. Yoki normal deb qaramaydi. Bu shaklda, ya'ni oq-qora. Uning nazarida boshqalar ya yaxshi yoki eski. Undan boshqa masalan paranoid kishilarning yana bir alomati nima desa, ko'p hollarda mayli hayot qarshida bo'lsin va yoki boshqalarning olishida bo'lsin, bir odamningki ijobiy tarafidan salbiy tarafiga bakrak markazlashadi. Va yoki ma'lum bir ishningmi davomli salbiy tarafiga bakrak markazlasha oladi. Yana birisi eng chong alohidlikka bo'lishi mumkin. O'ziga aloqador bo'lmagan ishlarga, harakatlarga ortiqcha ma'ni berib oladi. Uning manda qilgan qaraganda uning manda maqsadi bor. Amaliyotda u ishni qilgan odam hech qanday maqsadsiz qilgan bo'lishi mumkin. Ama shu ishqimi ma'no beradi. Masalan deylik, ishni yaptım. Endi ishni yapsak ovoz chiqdi shundaymi? Paranoid kishilar ishni qattiq yapdingiz, menda uchingiz bormi deydi. Va yoki shundan ya ko'ngil og'ritadi. Abi ishni qattiq yapdi bu. Bunaqa jonga yapsa, bundan gumonlansa normal. Xo'sh. Gumonlash insonda bor, normal bu. Shu bir qilish gumon. Ammo paranoid kishilar mana shunday qiladi, qattiq ma'no beradi. Ortiq gumon qilib oladi. Bir suni oldiga qo'ysak yoki normal ko'p hollarda to'g'ri shangildi o'yladimi, ashunimi to'g'ri shanmaydi. Ya, ashunga ma'no beradi. Hatto atrofidagi kishilardan gumon qiladi. Hatto masalan do'stlardan, mening dushmanim bilan birlashib oldim yoki men yomon ko'rgan odam bilan birlashib oldim deb gumon qiladi. Hatto uydagilardan mening dushmanlarim bilan gumon qilib oldi deb ig'rashgan vaqtida sababsiz holda mana shunday gumonga qapsilib qoladi. Demak, paranoid kishilarning eng chong alohitligi nima desa, haddidan ziyoda gumonxo'rlik. Masalan deylik, sizlar bir yerga chiqyapti men hozir. Bizning hech qanday bir xizmatchi bor, agar u paranoid bo'lib qolsa, ya bu ikkisi birlashib hozir. Ya menga bir ish qilmoqchi, ya meni chetga qoqmoqchi deb o'ylaydi paranoid kishi. Xo'sh. Amaliyotda ikkisining bir ayrim ish bor deb nurg'un o'yg'ildi-ku masalan. Xo'sh. Ammo u paranoid kishi qanday o'ylaydi? Chuqum yomon o'ylaydi. Har bir ishga, hatto telefon olmasa, bu hozir men hojat bo'lmagandan keyin yoki bu mendan yiroqlashni o'ylabdi deb har bir ishga. Ayol kishimi o'xshash. Ayol kishim to'xtamay yo'ldoshning telefonini tekshiraydi. Kashkamiz o'ylay, u bir kecha uxlayolmaydi, masalan, bir kecha kamay qolib qolsa uyga. Mana shunday asosli gumonga qapsilib qilish paranoidning eng chong alohidliklari va alomatlari, alohidlik demayli, alomatlari. Xo'sh.
Undaqda bunun qanda ziyonlari bor. Oldin buning ziyni qanday desa, bu paranoid kishilarniki ma dunyodagi ziyni hamda. Oilasidan munosabat qurishda qiynaladi. Xo'sh. Ya'ni ayoliga bek ishinib ketmagan bo'lg'achqa er kishi. Ayol kishimi erga bek ishinolmagan bo'lg'achqa, ya'ni orasi bek yim bo'lmaydi. Xo'sh. Turmushni huzur ololmaydi. Chunki qilgan yaxshilikdan gumonlanadi. Tuz o'ylamaydi, huzur olmaydi oilada. Xo'sh. Kishilik munosabatda shunda bo'ldi. Uning yaqin do'sti olmaydi. Chunki har bir odamdan gumonlanadi. Har qanday odam unga yaqinlashsa, buning mendan nima maqsadi bor, qanday foydalanmoqchidir deb shuni o'ylaydi endi. Xo'sh. Unda bo'lgan ekan, uning bir yaqin do'sti bo'lmaydi. Kishilik munosabatda boshqalar bilan munosabat qurishda qiynaladi. Kishilik munosabat qiynalgandan keyin buning biz ziyinli kishilik munosabat darsimiz deb bo'ldik-ku masalan. Uning xizmat, tijorat, nurg'un ishlarda bu to'salg'i bo'ladi endi. Buning dunyodagi ziyni. Biz musulmon bo'lar sifatimiz bilan buning oxiratga ziynimiz cho'ng. Chunki bu gumonning dadasi bu. Xo'sh. Eng bo'si gumonninki. Gumonxo'rlik degan bizning dinimizda eng cho'ng cheklangan ishlarning birisi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann. Ey mu'minlar, gumonning ko'pinchisidan yiroq turinglar. Inna ba'dadh-dhanni ism. Haqiqatan ba'zi gumonlar gunoh dedi Alloh taolo. Qaysi ba'zi gunohlar? Sababsiz, asossiz, mana shu dal paranoid gunoh. Qur'onni cheklagan ish bu. Bu Allohninki emriga osiylik qilgan bo'lamiz. Agar bu o'zimizdagi bu xil kishilikni tuzatmasak. Kishilarningki hech qanday bir maqsadsiz qilgan ish harakatlarga ma'no belgilab tursak, uldin ko'ngil og'ritqilib tursak, ondan keyin ko'ngil og'ritib ranjib yo'q yani kishilar xiyoli, ammo biz adovat tutib o'zimizcha ularni yiroqlashib, ondan keyin yolg'iz qilib o'zimizning dunyoligini barbod qilamiz, oxiratimizni barbod qilamiz. Buniki mana bu dunyo va oxiratdagi ziyni. Undan boshqa ruhiy jihatda bu paranoid insonni tushkunlikka mubtalo qiladi. Nimishqa? Chunki paranoid kishilardan ko'p gumon qiladi. Yaqinlashqa odamdan gumon qiladi, yaxshilik qilgan odamdan gumon qiladi. Unda bo'lgan ekan, uning yaqin do'sti bo'lmaydi. Kishilarning yaqin munosabat qurolmaydi, yolg'iz qoladi. Yolg'izlik bizga gap boradi. Ijtimoiy hayotni ayrishi bizga gap boradi. Tushkunlikka, depressiyonga boradi. Demak, bu yerda binormal kishilik ruhiy kasallik qanday qildi? Ta'sir ko'rsatdi. Bu paranoid kishilik binormalligi bor kishilar bilan qanday munosabat qilamiz yoki bularga bilan munosabat qurganda nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Paranoid kishilar bilan munosabat qurgan vaqtimizda oldin o'zimizdan samimiyatni oldiga chiqishimiz lozim endi. Chunki ular bizning davomli gumon qilib turgan bo'lg'achqa, kuchimizning yetishicha samimiyatimizni bildirishimiz lozim. Bu nihoyatda muhim. Ikkinchi birisi ularning gumoniga chek qo'yishimiz lozim. Unda xohlagancha gumon qilaverishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Agar shunda gumon qilib ketgan bo'lsa, nima gumoningiz xatoma u deb unga bir chegara qo'ysak, undan keyin o'zininki xatoligini his qilishi mumkin. Xo'sh. Suhbatimizning beshida borderline kishilik binormalligi deb bir og'iz gap qilgan bo'ldingiz. Buni qanday tushunamiz? Hamda bu shu kishilik binormallik ichidagi bu keng tarqalganlari. Hamda borderline kishilik binormalligi degan nima degan vaqtda buningga tarjimasini chiqib turibdi. Bu chegradagi kishilik binormalligi degan gap. Ya'ni chegradagi kishilik binormalligi degan nima desa, insonningki hissiyotiningki ostin ustun yoki yuqori tuvan chegarasi bo'ladi. Chegara siziqi bo'ladi shundaqmi? Xo'sh. Eng yuqori yoki eng tuvan deganga o'xshagan. Bu borderline kishilik binormalligi bor odamlar mana shu chegara siziqi ustida. Ya ustida yoki ostida. O'tirda emas. Masalan deylik, borderline kishilar birdamda nihoyat xushal bo'lsa, birdamda qayg'uga tushadi. Ya'ni kayfiyati turaqsiz. Shunga buni tushuntirgan vaqtimizda hissiyat turaqsiz kishilar deb tushunsak ham bo'ladi. Masalan, borderline kishilar qanaqa qildi desa, bir odamni 5 ta yoki bir odamni haqida anglagan bo'lsa, uni maqtab uchirib o'tadi. Ammo uning azroq bir ishni ko'rsa, uni yerga tushirib o'tadi hamda. 5 ta kutaga odam aytsa, darhol uni tushiradi. Uyg'urlarning ko'pinchisi borderline deb o'ylayman. Chunki biz bir odamni nima desak, payg'ambarga ko'tarib o'tamiz. Tushirsak yerga patirib o'tamiz. 5 ta normal, keyin normal. Tushirgan vaqtimizda normal tushmaymiz hamda. Masalan, borderline kishilik binormalligi bor bir er kishi bo'lsa, bir turib hissiyoti yuqori yoki xushal vaqtida ayoli uning uchun nihoyat dunyodagi birdan bir yaxshi ayol deb tariflaydi. Shunday ayolga shunday deydi masalan. Ammo azroq bir ishni kamchilik o'tkazib qolsa, uning ko'ziga sat ko'rindi, uni dunyodagi eng nachar ayol deb ko'rsatdi. Ayolga o'xshash. Ko'ngli xo'shagan vaqtda yoki bir yaxshilik qilsa, uni ko'tarib osmonga chiqadi. Dunyoda sizdek er yo'q deydi. Ammo azroq bir talab qilinsa, dunyoda sizdek eski er yo'q deydi. Ya'ni bu yerda hissiyotninki ikki chegaraning ustida. Bir olsa eng ustida, bir olsa eng tunda. Normal emas.
Bıraklam ko'tarilib, bıraklam tushirish. Bu birinchi alohidligi borderline'niki. Xo'sh. Ya'ni chegaradagi kishilik binormalligi. Masalan bu mush e'tiqodiy jihatim joq ko'radi masalan. Ba'zi odamlar bor. Ajoyib taqvo beshida. Taqvolikning eng yuqori chekida. Ammo ma'lum bir ishlar bo'ladi. Eng laqvalishib ketadi hamda. Normal emas. Xo'sh. Bu e'tiqodga, mush ish harakatga hammaga ta'sir ko'rsatadi bu. Ba'zi vaqtda bir odamni maqtab uchiradi, ba'zi vaqtda tanqidlab yoki tushiradi. Ya'ni normal bo'lgan hissiyotni, ya'ni hissiyotning turoqsizligi, hissiyotning tuturuqsizligini ko'rsatadi bu borderline. Bu birinchi alomati. Ikkinchi alomati borderline kishilik normalligi bor odam tashlanib ketishdan qo'rqadi. Masalan, bir do'sti bilan kurashmoqchi bo'ldi, lekin do'stininki ish chiqib o'zi aytdi unga. Shu vaqtda qanday o'ylaydi u? Men tashlanib ketdiga o'xshayman deb qarshidagi bekrak kepishidi. Telefon qilsa olmasa, o'zini xuddi tashlanib ketamdikmanki degandek bir xil ensirashning ichiga kirib qoladi. Ya'ni tashlanib ketishdan qo'rqadi. Uchinchisi borderline kishilik binormalligi bor odamda shu ichida bir xil cho'ng bir bo'shliq bor. Ya'ni huzur ololmaydigan nima ish qilsa, Xo'sh. shunda ichi bir xil lazzat, huzuriga to'ymagan bir xil bo'shliq hissi bor bo'ladi. Hamda buning sababi balki kishi vaqtidagi sevgisizlik bo'lishi mumkin. Xo'sh. Endi mushu bo'shliqni to'ldirish uchun ba'zi bir xatarli ishlarni qilishi mumkin bu borderline ig'ilishib ketgan vaqtida. Masalan. Masalan deyli, ba'zilar qo'lni kesish deydi masalan. Yoshlar qolsa. Ba'zilar g'ayri ishlarni qilishi mumkin. Mushu ichidagi bo'shliq hissini to'ldirish uchun masalan. Har xatarli ishlarni qildigan ishlar bor masalan. Ko'ngil etish deb. Shunga o'xshaydi. Amaliyotda qalblar nima orqali aram topadi? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allohning zikri bilan aram topadi. Buningki hal qilish usuli shu. Bundan boshqa munosabatda turoqsizlik bor borderline kishilarda. Bir odam bilan do'st bo'lsa, yaqin bo'lsa, ajoyib yaqin bo'lib ketadi. Ammo uzoq o'tmasdan azroq bir tushunishmaslik bo'lsa, yatlashib, nafratlashib, dushmanlashib ketadi hamda. Xo'sh. Yaqinlashgan vaqtda normal bir yaqinlashib, yiroqlashgan vaqtda normal emas. Yaqinlashgan vaqtda bak yaqinlashadi, yiroqlashgan vaqtda bak yiroqlashadi hamda. Xo'sh. Ondan boshqa eng cho'ng alohidliklarininki, alohidlik demaylik, alomatning birisi nima desa, borderline kishilar ochiqni kontrol qila olmaydi. Kichikgina ish uchun noyda g'azablanib ketadi. Bir narsalarni urib, chiqib masalan. Xo'sh. Shu ochiq yomon kishilarninki ko'p sonliqida borderline kishilik normallik bor. O'zining hissiyotini kontrol qila olmaslik, hissiyot muqimsizligi shu. Ya'ni ochiqni kontrol qila olmaslik sababi mana shu, o'zining hissiyotniki turoqsizligi. Bu borderline kishilar ochiqlaydi shunday va, ammo ochiqlab bulaplam pushaymon qiladi. Hatto ochiqlab bulaplam, masalan yoki balasiga yoki ayolga ochiqlab bulaplam, keyindilam o'zini darhollikanda burun ochiqlanmagandek bir xil kayfiyatni eslik kelib, uningga xushal, hech bo'lmagandek muomala qila oladi. Demak, bu bir binormal kishiliklarning birisi hamda. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ochiqlangan vaqtida jim tur degan hadisi dal shu borderline kishilik binormallikqa bor kishilarga alohida tavsiya qilingan hadisning birisi. Xo'sh. Undan boshqa biz ochiqlanish haqida yana bir ayrim bir podkast qilamiz, chunki ochiqlanish ham bir cho'ng bir tema bu. Ya'ni To'g'ri. tuzatmak hali uzun vaqt oladigan bir tema. Xo'sh. Undan boshqa borderline kishilik binormalligi kishilarda paranoid fikrlar bo'ladi. Biz paranoidning nima ekanligini bilib oldik-ku. Davomli boshqalarni yomon gumon qildigan. Bu fikrlarmi borderline kishilarda bo'ladi. Bu bir eng cho'ng alohidlikning birisi. Yana birisi borderline kishilar o'zligini tunishdimi turoqsiz. Bir kuni qo'padi. O'zini noyati bir muvaffaqiyat qozongandek, noyati cho'ng ishlarni qilayotgandek, manfaatli ishlarni qilayotgandek bir xil tuyg'uda qopadi. Aytis qopadi, o'zini qattiq yaramsiz. Qo'lidan hech ish kelmaydigandek, shunda turoqsiz, o'zligini tunishdimi turoqsiz. Hatto o'zining kayfiyatida turoqsiz. Kayfiyati bir kuni noyati xushal, bunda bu egiz pas bo'lishi normal kayfiyatninki. Ammo bir kunisi osmonda, yana bir kunisi yerda. Mahil hissiyotninki ostun ustunligi bu mu hamda shu borderline'ning alomati. Hamda shu yuqorida o'tgan borderline'ning 8-9 balkim 10 gacha alomatlari bor. Hamda shu alomatlarningki ko'p sonliqi 80%, ba'zilar 5 deydi, ba'zilar 6 deydi. Shu alomatlar bo'lsa bir odamda, ondan keyin u odamda kishilik binormalligi bo'lgan borderline bo'lgan bo'ladi endi. Ammo bir islam tepilib bo'lguncha uni borderline deya olmaydi yoki o'zimizni borderline deya olmaydi. Ko'proq tepilish shart. Undan boshqa jamiyatimizda boshqalarning diqqatini tortishga nihoyat amroq kishilar bor. Bularmi kishilik binormallik qatoriga kiradi? Albatta, shu biz yuqorida azroq deb o'tdik ya, masalan, riyoga elib boradi deb. U qaysi deganda, shu histrionic, arabcha histriya deb ataladi. History deb keladi. Shu histrionic, uyg'urcha buni aktyor
kishilik binormallikqa deb atash to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki aslidagi shu tilda aktyor degan ma'ni bildiradi bu so'z. Nima uchun aktyor deb ataladigan vaqtimizda aktyor nima ish qiladi? Asosiy maqsadi nima? Kishilarning diqqatini tortish. Xo'sh. Bu histrionik kishilik binormallikqa bor odamning asosli eng chong aloyihligi nima desa, boshqalarningki diqqatini tortish, chuqum boshqalar uningga javob kelish, ya'ni ma'ni jihatda boshqalarning diqqat markazida bo'lish bularningki eng chong aloyihligi. Bu sababdan Xo'sh. bu aktyor kishilik binormallikqa, ya'ni histrionik kishilik binormallikqa deb ataladi. Masalan, buning kunimizda buning misollari nihoyat ko'p. Masalan, shu balkim hozir masalan kishilar nima yesa, nima kiysa, nima ichsa rasm tortib chiqaradi shundaqo. Xo'sh. Va shundaqla hatto ba'zi kishilarning ma'lum yerga berishligi maqsadi u yerni ko'rib, u yerdan huzurlanish emas. U yerga berib kishilarga ko'rsatish. Maqsad nima? Diqqatini Tartish. o'ziga qaratish. Bu mu ash histrionik kishilikning bir alomatlari bo'lishi mumkin. Ya'ni maqsad nima? Boshqalarning diqqatini tortish, ko'rilman izlash, ya'ni o'ziga qaraydigan kishilarni ko'paytirish. Histrionik kishilik binormalligining eng chong aloyihligi boshqalarningki olqishi, boshqalarning diqqati uchun yashaydi. Hatto boshqalarning diqqatini tortish uchun xil badallarni to'laydi. Bu birinchi alomati hamda. Hatto boshqalarningki diqqatini tortish uchun har xil harakatlarni qiladi. Masalan, shu ba'zi qizlarning har xil qiliq harakatlarni qilishi, masalan, asmashga vaqtda, Instagramga chiqqan vaqtda. Xo'sh. Hatto har xil filtrlarni ishlatish nima uchun masalan, boshqalarning diqqatini tortish. Bu shu histrionik kishilik binormallikqa bor kishilarningki bir alomati. Ya'ni histrionik kishilik binormalligini nima deb tushuntirgan vaqtimizda, histrionik kishilik binormalligi boshqalarning diqqatini tortishni asos qiladigan, shundaqla nihoyat hayajon bir xil kishilik binormalligi bu. Shunga buningki eng chong aloyihligi boshqalarning diqqatini tortish bo'lsa, yana bir aloyihligi va alomat nima desa, nihoyat hayajon. Hissiyoti tez o'zgarib turadi. Masalan, nihoyat tez xushal bo'ldi, tez xafa bo'ldi. Va shundaqla nihoyat tez ranjiydi. Ozroq tanqidlarmi uni ranjitadi, yiqitadi. Chunki asosli kishilarning diqqatini tortish uchun yashaydigan bo'lg'achqa boshqalarning tanqidi nihoyat ig'ir keladi bunga. Xo'sh. Hissiyot jihatdan o'zgarishi tez. Ya'ni bir minutda xushal bo'lgan bo'lsa, yana bir minutda ko'ngil yerim bo'ladi masalan. Yana bir alomati bu histrionik boshqalarning diqqatini tortishni asos qilgan bo'lg'achqa shu kiyim-kechak jihatdan nihoyat jalbkorlik kiyimlarni kiyishga pek ahamiyat beradi masalan. Hatto masalan ba'zi qizlarningki pek ochiq kiyinishning sababi shu histrionik kishilik binormallikqa ega bo'lganligi. Nimishqa ochiq kiradi, boshqalarning diqqatini tortish. Haddan ziyoda grim qilishimi? Boshqalarning diqqatini tortish uchun bo'lsa, albatta ko'pincha shunday bo'ldi. Bu histrionik kishilik binormalligining bir alomati endi. Undan boshqa bu histrionik kishiliklar kiyim unda boshqalarning diqqatini tortish uchun kiyishdan boshqa biroz so'rinda o'ltirib qolsam, asosliq o'zi haqida jiq paran qiladi. Masalan, biz boshqa bir maqsad uchun yig'ilgan bo'lsakmi, Xo'sh. o'zi haqida, o'zi qilayotgan ish haqida, boshqalarning diqqatini o'ziga va o'zi qilayotgan ishga tortishga tirishadi. Afsuski, bu xil kishilik nurg'un kishilar tomonidan bizar qilinadi hamda yoqtirmaydi. Chunki gap qilsa, gapini kesmay turgan bo'lsa, lekin ichida hammadan bir xil bearam bo'ladi. Chunki u yerga yig'ilganda boshqa bir maqsad uchun yig'ildik. Ammo u histrionik kishilik binormalligi bo'lg'achqa davomli o'zi haqida yoki o'zining bolalari haqida yoki qilgan ish haqini o'tirg'a tashlab, so'rinda kishilarningki diqqatini o'ziga tortish urinadi hamda. Undan boshqa hayajon keladi, tez hayajonlanadi. Hatto shu sahnaga chiqishga omroq keladi. Endi sahnaga ba'zi insonlar tabiiydan sahnaga chiqishga, kameraga chiqishga omroq keladi endi. Xo'sh. Bu normal bo'lsa bir tabiiy deb qaraymiz. Ammo o'shuning o'zini urib shu sahnaga chiqamiz, ko'ngli yerim bo'lish, ismi chaqilmiz, ko'ngli yerim bo'lish, sahnada boshqalarning diqqatini tortmasa, bearam bo'lishi buning bir benormallik endi. Undan boshqa histrionik kishilarning yana bir aloyihligi nima desa, so'zlagan vaqtda bir narsani ifodalamoqchi bo'lsa, nihoyat o'sha dramatik, ya'ni ko'p turilgan, mubolag'a qilingan so'zlarni ishlatadi. Masalan, unda qilibdi, bunda qilibdi deb. Masalan, beshim og'rib, o'lgili tas qoldi masalan. Uni bir o'pdim, u shu mejiga chiqib kelib tas qoldi deganga o'xshagan dramatik, ya'ni ko'p turilgan so'zlarni ko'p ishlatadi. Bu bir alomat. Undan boshqa histrionik kishilik binormalligi bor insonlar nihoyat boshqalarning ta'siriga tez uchraydi. Ya'ni hatto boshqalarning ta'siri tufayli, boshqalarning diqqat tufayli nurg'un qarorlardan voz kechadi masalan. Yo'llarini o'zgartirishi mumkin. Xo'sh. Undan boshqa histrionik kishilar shu boshqalar bilan bo'lgan munosabatda reallikdan ko'p o'ylab oladi. Masalan deylik, sizlar histrionik bir kishi tunishdi, choy ichdi, paranishgan bo'lsa, sizlar yaqin do'stim deb o'ylab qoladi. Lekin tunji qatim tunishni sizlarni.
Xo'sh. Ya'ni haddidan ziyoda ko'p o'ylab oladi. Amaliyotda eng buning xatar tarafi nima degan vaqtimizda histrionik kishilik benormalligi eng tez yani dunyodagi ziyni, ruhiy jihatdagi ziyni eng tez tushkunlik mubtalo bo'ldi. Chunki buning maqsadi asosliq boshqalarning diqqatini tortish o'g'achqa. Boshqalarning diqqatini tortamagan vaqtda va yoki bir tanqid kelgan vaqtda izlib ketadi, tushkunlik mubtalo bo'ladi. Buni tez tushkunlik mubtalo bo'lgan kishiliklarning birisi. Bu yerda masalan benormal kishilik ruhiy kasalliklarga mubtalo bo'lishda bir ta'sir ko'rsatadi degan gap. Xo'sh. Uni boshqa biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan buni eng bir xatar tarafi nima desa, bu bizning dinimizdagi riyo qilib boradi. Hatto histrionik kishilik benormallik va odam ibodat qilsimi, shu qilgan ibodatlardami boshqalarning diqqatini tortishga resmen keladi. Namoz o'qigan vaqtimi qiroatni go'zal qilishimi boshqalarning diqqatini tortish uchun qiladi. Xo'sh. Ömrüge basımı nima ish qilsa bir ibodatnimi Alloh uchun qilgan ibodatlarning ko'p sonliqini endi boshqalarga bir tashviq olsin deb paylashgan bo'lsa, u boshqa, ammo boshqalarning diqqatini tortish, boshqalarni o'ziga markazlashtirish ma maqsad uchun qilib riyoga kirib qoladi. Ko'p holda histrionik kishi riyoga tushishina yaqin. Vaholanki riyo bo'lsa bizning dinimizdagi eng og'ir gunohlarning birisi. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kichik shirk deb sifatlagan riyolarni. Xo'sh. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomningki riyo haqida kelgan ko'p ogohlantirishlar bor. Shunga bu histrionik kishilikmi, benormallikmi inson o'ziga diqqat qilib, agar shunday histrionik kishilik benormallikqa tuvan darajada bo'lib qolsa, ya'ni davomli shunday boshqalarning diqqatini tortishga resmen bir xil kishilik bo'lib qolsa, buni tuzatishga tirishishimiz kerak. Yuqorida benormal kishilikning alomatlari buningki ziyonlari haqida so'zlagan bo'ldingiz. Undaqda benormal kishilikni qanday davolaymiz yoki qanday qilish orqali bu normal kishilikka benormal kishilikni o'zgartira olamiz? Endi biz yuqorida o'tganimizdek benormal kishilikni o'zgarishningki birinchi sharti uni bilish lozim. Xo'sh. Masalan, yuqorida o'tganimizdek nurg'un odam o'zida paranoid kishilik benormalligi borligini bilmasligi mumkin. Xo'sh. Histrionik kishilik benormalligi bor ekanligini bilmasligi mumkin. Hamda hozir men anlagandan keyin bilgan bo'lsa, birinchi sharti buni qabul qilish. Ko'p hollarda insonlar o'zini ep qochadi. Yo'q, men undan emas, men benormal kishilik yo'qman deb qaraydi. Xo'sh. Biz uni qabul qilgan vaqtimizda biz 50% durustini topdik degan gap. Xo'sh. Ikkinchisi uningki oxiratdagi zina o'ylash, bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan. Xo'sh. Chunki benormal kishilik ko'p sonli holda bizni gunohga ittiradi. Shundaqla benormal kishilik gunohga bizni mubtalo qiladi. Masalan, biz yuqorida o'tganimizdek paranoid bizni gumonxo'rlikdan iborat bu gunohga ittiradi. Masalan, histrionik bizni riyoxo'rlik qilib boradi masalan. Xo'sh. Borderline masalan bizni hatto o'ch adovat kelib birishi mumkin. Xo'sh. Vaholanki masalan riyo degan noyat ig'ir gunoh Alloh taolo Qur'on Karimda noyat o'chiqib kishilarga ko'rsatish uchun, ya'ni ko'rsatgandan gap boshqalarning diqqatini tortish degan gap. Boshqalarning diqqatini tortish uchun bir ish qilganlarningki holiga voy dedi Alloh taolo. Holiga voy. Undan boshqa Alloh taolo nurg'un oyatlarda riyodan ogohlantiruvlik, masalan, histrionik kishilikningki ko'p alohidlik bo'lgan, shu riyodan ogohlantiruvlik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning oyat aniq qilib hadisda, masalan, eng qo'rqadigan narsam kichik shirk dedi. Kichik shirk degan nima degan vaqtda? Riyo dedi. Riyo degan nima? Boshqalarning diqqatini tortish uchun bir ish qilish. Histrionik kishilikning bir alohidligi. Undan boshqa hadisda oyat o'chiqib, qanday bir odam o'zini kishilarga ko'rsatsa, ya'ni ko'rsatish uchun bir ish qilsa yoki Alloh uning aybini oshkorlaydi. Kimki riyo qilsa, Allah onu resva qiladi deydi. Oxirat resva qiladi. Ma oxiratni o'ylab bir musulmon yuqorqi kishiliklarning hammasini o'zini oxiratimizni vayron qildi Alloh. Masalan, borderline desak, bu bir alomat nima buningki ochiqni kontrol qilmaslik masalan. Bu bizning oxiratimizni buzadi qashani birisi masalan. Demak, benormal kishilik bizni gunohning ichiga sulaydi bizni. Shunga benormal kishilikimizni o'zgartirish degan bu bizningki iymonimizni, amalimizni, bir musulmonligimizni ruslash degan gap aslida bu. Xo'sh. Shunga bunda sal qaraydigan ishimiz. Bu o'zgartma deb niyat kelgandan keyin uni haqida diqqat qilsak masalan. Uningki alomatlarni biz tepilib qolmaslikka diqqat qilsak, bu o'zgarish qilmaydi. Dunyodagi zinni o'ylashimiz lozim. Dunyodagi eng chong zinni bizni ruhiy kasallikka mubtalo qildi. Ko'pinchisi. Xo'sh. Undan boshqa bizningki ijtimoiy munosabatlarda ayt qiyinchiliklarni tug'diradi. Kishilik munosabat qurishda qiyinligimiz. Nurg'unlig'an bizga dunyoda nurg'un ziyonlar bor buni biz yuqorida o'tdik masalan. Buni o'ylab buni ham o'zimiz nafsimizni kontrol qilib, yig'ib bir-birlab o'zgartirishga tirishimiz kerak. Ammo kishilik benormallikni o'zgartirish shu esimizda bo'lishi kerak. Bu tizlan bo'ldigan ish emas. Endi bildik, o'z diqqat qilay, aytonishib ketmaymiz. Bu o'liqi biz kichik-kichigimizni tortib, bizda bir yetilgan, shakllangan bir xil kishilik bo'lg'achqa, buni o'zgartirish unda oson bo'lmaydi.
Belkim 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ketishi mumkin. Xo'sh. Endi belkim to'liq o'zgartirmasligimiz mumkin. Ammo bizga buyurilgan nima? Fattaqulloha mastata'tum. Allohning qo'limizdan kelguncha qo'rqish, o'zimizdagi bu binormallikni o'zgartirish, shundaqla bu Alloh yo'lida men shu mijozimni, shu binormallikni o'zgartirish deb tirishsak, Alloh taolo buni osonlashtirib beradi. Innallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dedi Alloh taolo. Ya'ni bizning haqqimizda, ya'ni shu Alloh rozi bo'ldi ekan deb tirishchilik ko'rsatgan, o'zining nafsi bilan jihad qilgan, shunday kishilarni biz o'zimizning yo'lga boshlaymiz dedi Alloh taolo. Ya'ni yordam qilamiz dedi. Xo'sh. Demek nefsimizden bu yakı vaqtda kurash qilishimiz lazım. Yani bunun dünya ve ahiretteki zinni O'ylash. oylab özümüz özgürlüğe getirişimiz lazım. Uningdan boshqa kishilik binormalliklari haqida paranglarimiz bundan keyin davomli bo'ladi. Buningga qarata biz ko'rmanlarimizning inkas rayonidagi fikrlariga qarata buni davomlashtirishimiz mumkin. İnşallah keyingi suhbatimizda ko'rishaylik. İnşallah.